Assalomu alaykum. Nabot telekanalida mening oshxonam dasturi va men boshlovchiniz Zulayho Ahmedova. Dasturimiz mehmoni esa Alo. Assalomu alaykum. Labi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz Yaxshimizmi? Uzr bezovta qildik. hech qisi yo'q. Xush kelibsizlar, yoqimli ishtaha. Bitta ishtirokchimiz admin qilib qoldida, o'shanga bitta mazkur kutumizda ishtirok etding. Siz farzandlaringizni bilamiz. Shuning uchun bemalol qo'rqmasdan yoningizga keldim. Rahmat kattakon. Ozgina suhbat qilib, ming bor uzr. Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimiz mehmoni bastakor, shoira Nargisxon Latipova. Assalomu alaykum Nargizaxon. Xush kelibsiz dasturimizga. Nima ichasiz? Choy, qahva, suv? Rahmat. Nima bering? Suv. Suv, xo'p bo'ladi. Rahmat. Avval mehmonimizga albatta. Nargisxon Mustaxon akani shogirdlari juda ham ko'p edi, lekin ular uchun sizni o'rningiz, hurmatingiz boshqacha edi. Hozir ustoz haqida gapiryapsiz. Ko'zim tegidan o'tyapti. O'sha ustozni o'ylasam bo'ldi. Meni ustoz yig'lash sababim. Hayotda sal qahr qattiqroqman, lekin yig'lagim kelsa, shunda ustozni o'ylayman, du yosh keladi. Hozir endi ustoz haqida gap ochildi, yig'lamaslikka harakat qilaman. Ustozim meni shunaqa hurmat qilardilar, shunaqa boshqacha ko'rardilar, o'z qizlaridek xuddi syomkalarga olib chiqing, aktrisalikka chiqazing meni ham deganda, siz meni qizlarimni aktrisa qilgan ko'rganmisiz deganlar-da. Yo'q, men sizni olib chiqing, boring, qayerda chiqsangiz chiqing, lekin men sizni olib chiqmayman deganlar-da. Keyin yana bitta narsa esimda, shunda borsam, Nargisxon keldi. Boring, osh olib keling deb pullarni berib, katta tog'orada osh yerdik. O'zi 5 yil ishlaganman, ustozim bilan har kun osh yeydi. Shanba bozorsiz, bayramsiz ishlaganmiz. Faqat hayit kunlari dam olardik. Xuddi shunaqa katta tog'orada osh zakaz qilib, go'shtlarini oldimga qoshiq bilan oling deb, oling Nargisxon, oling, men bundan ham yeng deb shunaqa qilib kutib olardilar-da. Nargisxon uchun bu osh derdilar-da. Shunaqangi ko'nglim ko'tarardilar, bilmayman, balkim hamma uchundir, lekin meni ko'nglim shunaqa ko'tarardilar ustozim. Sizni haqiqatan ham o'zlarini qizlaridek mehribon, g'amxo'r bo'lgan ekanlar. Shunaqa bo'lgan. Bitta qiz shogirdini, o'sha 10 ta o'g'il shogirdni o'rnini bosa olishini eshitish siz uchun, ustozingizdan eshitish, bu siz uchun sharafmi, olqishmi, e'tirofmi? Albatta, men ustozimning shogirdligimdan faxrlanardim. Menga ustozim yetardi-da. Boshqa insonning e'tibori o'sha menga kerak emas edi. Ustozimning e'tibori yetardi menga. Shunaqa meni Samatsenka deydimi, o'zimga ishonchim ko'tarardilar. Ichimdan ilhomni yulib olgan, sug'urib olgan, xullas shunaqa meni ilhomlantirib, ichimdagi she'rlarni chiqazib olgan inson bo'ladilar-da. Men o'zi undan oldin she'r yozardim, unaqa zo'r yoza olmasdim. Ustozdan keyin ham men unaqa she'r yoza olmadim. Lekin ustozim meni o'sha paytlari shunaqa maqtardilar, hamma she'rlarni qanaqa kimdir aytib turgandek yozib berganimni o'zim bilmasdim. Ustozim men uchun institut edilar-da. Oliygoh, qaysi oliygohni tugatgansiz desa, Musaxon Nurmatovning oliygohini derdim. Chunki har tomonlama tarbiya deysizmi, tozalik deysizmi yoki o'sha she'r yozish, bastakorlik, madaniyat, hamma narsa bo'yicha menga ustozim o'rgatganlar. Balkim o'zlari bilmagandirlar, lekin men ustozdan hamma narsani olganman-da. Ya'ni har tomonlama, ham e'tirof, ham olqish siz uchun, o'sha har bitta sizni e'tirof qilgan so'zlar siz uchun faxr. Har tomonlama. Kimdir ofisga yangi erkak kishi aranjirovщик yoki kimdir shogird kelsa, chaqirib olib kirib ketardilar-da. Men o'zimga yetardilar. Men bitta qiz bola oldim, shogird, o'zi olmasdim, qiynalib yurganingizga oldim, uchirib yuboraman deb o'ylovdim. Juda ham sodiq chiqdingiz derdilar-da. 5 yil shogirdlari bo'lganman, 5 yildan keyin hech qanaqa urush janjalsiz ketganman. Men anaqa o'rtamizda hech qanaqa sovuqchilik bo'lmagan. Uchirma bo'lib, duo olib ketganman. Bir-ikki bastakorligimni o'xshata olmasam, ustoz nimaga bastakorligim o'xshamayapti? Siz duo bermagansiz, men sizdan duo olmaganman. O'shaning uchun g'alatimni siz keling boshqatdan beraman. Sizga mingdan ming roziman. Duo bergan emas, keling boshqatdan duo beraman. Duo berib shunaqa qilardilar, o'rgatardilar ustoz menga o'sha
ketganim man ishdan ketganimdan keyin ham ancha borib yurganda anaqa bastakorlik bo'yicha ko'p narsalar o'rgatganlar. Mana hozir ofisga borib turardim dedingiz. Hozir ham borib turasizmi o'sha ofisga? Ofisga borardim. Ustozdan uchirma bo'lganimdan keyin ham har oy yoki 6 oyda bir, keyin farzandli bo'lganimdan keyin sekin kamaydi-yu, lekin ko'p borib turardim. Keyin ustozdan keyin bormay qo'ydim. Ustoz o'tganlardan keyin bormay qo'ydim, chunki xuddi ota-onangiz o'tib ketsa, ota-onangiz bor uyga bora olmay qolasiz. Tug'ilib o'sgan uyingizga bora olmay qolasiz, g'alati bo'ladi-yu. Begonasirab, xuddi siz turib yopyaptimi, yo'qmi bilmay qolasiz. Xuddi shunaqa tuyuladi menga hozir ofis. Umuman bormayapsiz hozir. Yo'q, bormay qo'ydim. Chunki meni u yoqqa tortadigan, chaqiradigan, meni kutadigan odam yo'q o'sha. Nargisxon o'z vaqtida ko'p qo'shiqlarning, hit qo'shiqlarining muallifisiz. Deylik o'sha Ozodbek Nazarbekov, Ozoda Musaidova, Bojalar guruhining qo'shiqlari muallifisiz. Bu ro'yxat tugamaydi, lekin nimaga hozir Nargisxon jim? Nega ijodda emassiz? Endi hozir qizlarim katta bo'lib qoldi ancha, endi sekin-sekin ijodga qaytyapman. Juda ham yaxshi. Sizdan yana hit qo'shiqlar, hit taronalar muallifligini kutib qolamiz. Chunki sizni o'sha yaratgan she'rlaringiz, yozgan she'rlaringiz hammasi hit darajasiga chiqqan. Ikkita shirin qizchani onasi bugun ijodga qaytganlarini bizning dasturimiz orqali e'lon qildilar. Buni nishonlash uchun juda ham zo'r fursat va oshxona tomon yo'l olamiz. Qanday taom tayyorlashimizni esa dasturimiz davomida kuzatib borasiz. Nargizaxon, xush kelibsiz oshxonamizga. Rahmat. Ko'rib turganingiz Ashrafbek Midday restoranining oshpazi. Odatda ko'rsatuvimizda kelgan ishtirokchilarga ular taom menyusini tanlab berardilar. Bu safar o'zingiz tanladingiz. Ko'rib turgan masalliqlarimga ko'ra bugun ya'ni tuxum, un, qatiq, qiyma bor ekan. Bilishimcha, ma'lum bo'lishicha, bugun tuxum barak va qo'tir barak taomini yer ekanmiz. Ashrafbek, bilasizmi u taomni? Tuxum barak taomini bilaman. Yedim, yoqdi menga. Xorazm yemeği benimce. Albatta. Bilar ekanlar, qarang. Lekin zo'r. Yoqadi menga. Unday bo'lsa, bugun Nargisxon tuxum barak pishirib beradilar bizga. Albatta, tuxum barak va qo'tir barak. Chunki tuxum barak bilan qo'tir barak alohida bo'ladi. Ichiga nimadir kartoshka yoki go'sht solsa, qiyma solsa, o'sha qo'tir barakka aylanadi. Tuxum barak tuxumni o'zidan bo'ladi faqat. Ikkalasini ham qilamizmi? Albatta, bugun siz menyuni tanladingiz. Bo'ldi, ikkalasidan. Bosh oshpaz sizsiz. Tamam. Bo'pti. Bugün ben size qarayib o'rganaman. Xo'p. Nargiz bugun afsuski qo'tir barak kam ovoz yig'di. Ko'pchilikka tuxum barak yoqar ekan, lekin menga qo'tir barak ko'proq yoqadi. Bo'ldi, siz uchun alohida qo'tir barak qilib beraman unda. Bo'ldi, kelishdik. Unday bo'lsa, ishni boshladik. Ashrafbek Nargisxon ko'p hit qo'shiqlarining muallifi, shoira, bastakor, she'r yozadilar, musiqa bastalaydilar. Tashakkurlar. Estradamizning yorqin yulduzlarining qo'shiqlari muallifi Ozodbek Nazarbekov, Ozoda Nursaidova, Bojalar guruhi va bir qancha sanasak hozir vaqtimiz yetmay qoladi. Ko'p san'atkorlarimizning qo'shiqlari muallifi. Ahmet Diliman. Rahmat. Taniysizmi o'zbek qo'shiqchilarini? Tanıyman. Yoqadi menga o'zbek qo'shiqlari. Bilmiyorum. Oldu, siz başlayın. Ben az bir işim var. Gelip öğreneceğim size. Xo'p, kelishdik. Hadi kolay gelsin. Charchamang, xo'p bo'ladi. Xo'p, ishni nimadan boshlaymiz? Qo'lqopdan boshlaymiz. Marhamat, sizga qo'lqoplar. Chunki men Instagramda ham video qo'yaman-da, o'shanaqa qo'lqopda kiyib o'rganganman. Anaqa qo'lqopda tayyorlab, tanqidlarga qolmaslik uchun qo'lqoplarni kiyapman deyapsiz. To'g'rimi? xolasanglar tashinglar, xolasanglar qolsin. Lekin men oshxonada qo'lqoplarsiz ish qilaman, chunki menga noqulaylik tug'diradi. Ya'ni his qila olmayman taomlarni, masalliqlarni his qila olmayman. Yo'q, men Kimga o'rganganman o'shaning uchun. Oldin boshimga ro'mol o'rab olishim kerak edi, qo'lqopdan oldin. Ha, xo'p Shunda bo'ladi. o'rab oling, keyin qo'lqopni kiyaman. Xo'p. Nargisxon, tasodif uchrashuv, to'satdan bildirilgan taklif va uni rad etmaganingiz uchun sizga rahmat. Sizlarga ham rahmat. Shunaqa ovqat menga ishonib topshirganinglar uchun, lekin men oshxonani sevaman. Hozir zo'r qilib sizlarga ovqat qilib beraman.
oshxonani sevishingiz bizga juda ham qo'l keladi. Kamiga tuxum barak, qo'tir barak ko'p ishtirokchilar kelgan va biz mana shu taomni kim pishiradi ekan deb kutgandik. Sizga bu uchun ham alohida rahmat. Unday bo'lsa ishni boshladik. Nargisxon, nimadan boshlaymiz? Boshladik, aha. Hozir unni elash kerak-a? Bilmadim. Bugun oshpaz sizsiz. Ha, men ana qo'shib yubordim. Bo'lmasam unni elab olamiz. Hop. Bir xil go'sht sort unlarni elashmaydi o'shanga. Bugungi oshxonada yordamchi menman bugun. Shuning uchun menga ham bironta ish aytsangiz qilib turaman. Hozir men sizga ish buyuraman. Au! Yo'qladim u. Nargisxon chapaqay ekanlar. Ko'p ijodkorlar chapaqay bo'lishadi, bilasizmi? Ya'ni Chapaqayni iste'dodli insonlar. chapaqaylarni ikkala miyasi ham ishlaydi-da. Chap tomon ham, o'ng tomon ham ishlaydi. O'shaning uchun boshqacharoq bo'lishadi. Yozganda ham chap qo'lda yozasiz? Yo'q, yo'q. Qaychida, pichoqda, mana shunaqa ishlarda chapman. Ovqat yeyishda, yozganda o'ng qo'l. Ha. Tuz solingan xamir yaxshiroq yoyiladi. Suvimizga tuz solamiz. Esimdan chiqib qoldi. Endi ham solsa bo'ladi, chunki hali suvni hammasini solib bo'lmadim. Bo'ldi, endi un kerak bunga. Unimiz bor. Hurmatli tomoshabinlar, bilmayman sizlarda qanaqa, balkim bilarsizlar, bilmaysizlar. Men shaxsan bilmayman. Mana shu mikserni, mana shu jihozini hech ham ishlatmas edim. Nimaga ishlatar ekan deb hayron bo'lardim. Buni xamirga ishlatar ekan. Birinchi marta ko'ryapman. Hozir xamirimizni mana shu jihozida aylantirib qorar ekanmiz. Men shuni Instagramda qo'ydim-da, 3 yil bo'pti olganimga, endi o'rgandim buni nima qilishini desam, rosa ustimdan kulishdi. Ana, meni ham ustimdan kulishayotgandir hozir. Ko'pchilik bilmas ekan, ko'pchilik bilar ekan. Shaxsan o'zim Bilganlar ham ustimdan bilmayman. kulyapti. Bilganlar o'rganib oldim, rahmat deb yozishdi. Qani? Zo'r qor beradi deydi. Ketdik unday bo'lsa. Anaqa ishlamayapti. Tok ishlamayapti. Qani? Ana Ana endi ishla. Bismillah. Xo'p, xamirlarimiz tayyor. Hozir qo'limda perchatka borligida tuxumni chaqib oling, keyin yechib qo'yamiz-da, qolgan Xo'p, ishlarni xo'p. davom etamiz. Men nima ish qiling? Men tuxumni yuvmayman. Nimaga Chunki bilasiz? biz yuvib tozalab qo'yib qo'ydik. Yo'q, o'zi aslida uyda ishlatganda ham yuvmayman. Nega? Chunki hamma ustidagi bakteriya ichiga kirib ketar ekan. Yuvmayman Yellab deysizmi? yuvsa, ha, yuvmasdan ishlataman. Hozir yuvilgani uchun ustida ishlatyapman, lekin yuvmasdan ishlatsam, uzoqda chaqaman. Bundoq qilaman-da. Hozir to'xtang, tushunmadim. Yuvmasdan chaqaman Yuvmasdan deyapsiz, chaqaman. lekin ustidagi bakteriya ichiga kirib ketadi. Yo'q. Mani. Qarang mana. Bu yoqda chaqasiz Hop. va ustidagi bakteriyalar to'kiladi silkiganingizda. Obbo xudo. Ustida Yopishib oladi bakteriyalar, uncha ichiga to'kilmaydi. Uzoqdan mana qarang. Uzoqdan bo'ldi, ustiga tegmasdan chiqdi. Ustiga tegmadi. Sekin buni olaman deb qo'limni yuvib kelaman uyda. Bunaqa taqmagan paytim ayniqsa. Yana anaqa yuvmayman rostdan. Yuvish o'zi mumkin emas. Siz bir Nega internetda o'qib mumkin emas? ko'ringchi. Yo'q, hamma har xil gapiradi, lekin oldingilarimiz yuvmagan. Birinchidan, ikkinchidan yuvish anaqa nimadan so'rang? Sun'iy intellektdan o'tadi. Yuvish mumkinmi, yuvish to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Izohlarda yozib qoldiring. Hozir men chalg'ib qoldim-da. Yuvsammi, yuvmasammi? Hozir qarang, tuxumni ikkita idishga bo'lib oldingiz. Yarmisi qiymaga qo'shish uchunmi? Yo'q. Ha, yarmi ko'prog'iga qiyma qo'shamiz, bunisini tuxum barakka. Chunki ko'proq qo'tir barak yeydiganlar ko'p oramsa. Demak, qo'tir barakka ham tuxum qo'shiladi, to'g'rimi? Yo'q, Xuddi yo'q, biz tiftel qilganda bitta tuxum solamiz. Yo'q. O'sha tiftel qiymamiz titilib ketmasligi uchun, tuxum yaxshi ushlab berish uchun, lekin qo'tir barakka nima uchun solasiz tuxum? Ya'ni Qo'tir ko'p barak miqdorda. yeyish uchun soladi. Ko'p miqdorda suyuq bo'lishi kerak chunki. Ha, suyuqligi Bundoq quyuq ushlab turmaydi. Suyuq bo'ladi, bundoq quyiladi. Tuxum barakka hozir sut, tuxum, sariyog', tuz solamiz bo'ldi. Bunga piyoz bilan qiymani qo'shamiz o'sha. Demak, qo'tir barakka ko'proq tuxum solar ekansiz. Ko'proq tuxum bo'ladi. Bunga suyuq bo'lish uchun sut solasiz. Yo'q, ozgina 2 qoshiq solaman. Yumshoq bo'lish uchun sut Xo'p. solinadi. O'zi qarang, men bitta narsaga tushunmayapman-da. Hozir qiymali qo'tir barak bo'ladi. O'zi qiymamiz ko'p. Yana tuxum qo'shasiz. Shuncha miqdorda nechta solsiz hozir? 6 ta, 7 ta, 8 ta. 9 ta. 9 ta tuxum. Bu qo'tir barakka ko'pligi, qo'tir barakni ko'p odam yegisi kelayotgani uchun ko'p. Agar yo'q, hozir tuxum barakni ko'p yeymiz, qo'tir barakni kamroq qiling desangiz, ajrataman. Shuning uchun. Bo'ldi, tushundim. Tuxum barak ko'proq, kamroq qiling, qo'tir barak ko'proq bo'lishi kerak. Bo'ldi. Xo'p, davom etamiz. Endi aniqlik kiritib oldik. Mana suv. Qancha kerak? 15 qoshiq. 15 qoshiq.
10 qoshiq ham. Mana shu 10 qoshiq ekan. So'vom mana. Keling, tavan olib turing yoqqa. Yomon gupillab ketadi bu. Nega xudoyim. Yapamıyorum. Açılmıyor. Açılmıyor ama. Ay bak elim siyah oldu. Yomon qiyin u. Guppet ketadi, ha? Ay yapamıyorum. Lütfen. Hozir yomon gupillab ketadi. Yomon опасно. Shu lattaga qo'lim artsam maylimi? Ah, zaten sen de lazımdı. Ha, oling birdan buni ham syomka qiling. Ashraf Bey, qayerlarda qolib ketdingiz? Qayerlarda qolib ketdingiz? Bu tiple mi? Dur alma. Hadi halime bak. Çok güzel hali. Ne var Aşpaz. halinde? Çok güzel. Aşçının Aşpaz zaten mı? hali böyle olmaz mı? Çalışıyor. Ha, yana bir yardımcımız geliyor. Buyur abi gel. Soleymi? Sen de gel. Ko'p baland. Olov. Past bir şey olmaz. Yaxshi ham olov bor. Olov boqani Ashraf chaqirib oldik. Ashraf Bey, Siz qarashmaganingiz uchun cho'zilib ketdi. Yaşımın, işim bugün ko'p. siz qiynalib qoldik, to'g'risini aytsam. Yardım qilamayman, uzr. Yo'q, siz qiynalyapmiz. Nima qilish? Tayyor mi? Tayyor, hozir pishiramiz. Hozir xamirimizni yoyib, So'vonman. oxirgi etapdamiz. Bo'ldi mana saryog'i ham. Eridi. Tuxum barak pishirish jarayonini hayotimda ilk marotaba ko'rishim. Yeyishga yeb ko'rganman, lekin hech qachon tayyorlanish jarayonini ko'rmagandim. Demak, dumaloq qilib olish uchun piyola kerak bo'ladi sizga, Piyola to'g'rimi? kerak bo'ladi, ha. Bir xil razmerda kesilishi uchun. Ustozimiz studiyalarga kelganlar Lola opa. Ular bilan gaplashib o'tirishgan, men shogirdlar bilan kech bo'lgan, ketadigan paytimiz bo'lgan. Shogirdlar bilan chiqib ketganman-da, u paytda oddiy telefonlar bo'lardi. Eng zo'r telefon ham oddiy bo'lardi, hozirgi xullas. Keyin Lola opa gaplashib o'tirganlar, studiyaga telefonlarni qo'yganlar. Meni telefonim ham o'sha stolda bo'lgan. Ikkalamizniki bir xil bo'lgan. Keyin men sekin o'zim telefonimni olganman. Keyin olmadim deb o'ylab, ikkinchi telefonni ham olib cho'ntagimga Ha, tutdim. ikkalasini ham olib ketgansiz. Uni olganim esimda yo'q, deb psixologически olganman deb cho'ntagimga solib, anaqa ko'chaga chiqqanmiz ketishga. Lola opa, voy telefonim qolib ketdi deganlar-da. Aha. Keyin ustoz bilan kirib, rosa Birga chiqqanmizlar birinchi, ko'chaga. eshikni qulaganmiz, voy telefonim qolib ketdi deb ichkariga kirib, birinchi shogirdni jo'natib olishgan topa olmadim deb chiqqan. Lola opa o'zlari kirganlar, ustoz kirganlar, rosa qidirishyapti. Biz o'tiribmiz mashinada, kurtkadamiz, maytlarda cho'ntaklar bor, bu yoqda cho'ntaklar bor. O'tiribmiz, keyin telefon qilib ko'ringlar deb bir-biriga aytishdi, keyin telefon qilib ko'rsa bo'lmasmikan, bemalol o'tiribman. Ikkita o'g'il bola shogird, uchinchisi men o'tiribman. Birdaniga cho'ntagimda jiringlaganda. Shogirdlar qaraydi menga o'g'riga o'xshab. Keyin voy deganman-da. Noqulay Manda vaziyat. ekan deb bundoq qarasam telefonlar boshqacha. Keyin voy men qachon oldim bilganim yo'q, aldamang deydi-da valla. Chaqqon ekansiz-da, o'shalarga joyiz uzib olar ekan. Yo'q, mana Alloh tepamda turibdi, shuni bilmaganman-da. Xayolan o'zimnikini olganim esimda yo'q, ikkinchisini ham olib ketaverganman. Ashraf Bek, Evet. buyurun kızlar. bakın çok zor bir işmiş. Keling, Evet. qarashasiz. Yapamadım. Buyurun sen Yardım bir deneyin edeyim mi? isterseniz. Yardım Evet, edeyim. bir deneyin. Ne yapacağız? Mana. Ikki Ashraf Bek tomonini qilalar mı hanım? bandgacha qo'llaysizda. Уже tugadi suv. Yana solish kerak. İçine bir narsa salmayayım mı? Hozir oxirida solamiz. Qozonni oldida solamiz, bo'lmasa toshib ketadi. O'rtasida bitta qoshiqlik joy qoladi. Mana. Şu. Qo'tir barak menimcha pishadi-ku. Pishgandan keyin usti g'adir-budir bo'ladi-yu. Ha. O'sha bo'lsa kerak. Bo'lsa kerak, lekin aniq Aniq ma'lumotni bilmayman. bilmayman, to'g'risi. Qo'tir barak. O'sha Cho'tir nimaga emas. aynan qo'tir barak deyiladi? Anlamı ne? Allomi, Onu soruyorum işte. qo'tir xastalik bence. Bizde hem var şu. Bizde çiğ börek derler. Çiğ börek. Ha, Aa. çiğ börek. Ama bizde yağda. Çiğ ham börek. Qara, ichidagi hozir qiymasi pishadimi bu? Bilmayman to'g'risi. Pishsa kerak. Men birinchi marta qilishim va birinchi marta yeyman bugun, lekin tuxum barakni yeganman. Pastda. Pishsa kerak-da endi. Bittasi tuxumga, bittasi ismi
lekin suv paqillab qaynash kerak, ne qaynamayapti. Yo'q, yetadi shu. Yetadimi? Ha, yetadi, qarang. Mana, iloji boricha qozonni ustida qilgan yaxshi, chunki ochilib ketsa, unda tashlab yuborasiz ichiga. Yorilib ketsa, iloji boricha o'shaning uchun yaxshilab siqish kerak chekkasini yorilmasligi uchun. Mana buni yaxshilab siqish shart emas, bundoq suvga qo'yib yuborsangiz, o'sha bo'ldi, suvga tushgandan keyin qotadi, tuxum-ku. Buni to'ldirib solish kerak o'zi. Men to'ldirib sola olmayman anaqa. Mayda ish yorilib ketmasin debda, mana syomkada. Ko'rib charchab qoldim, to'g'risini aytsam. Hech qachon qilmasam kerak. O'rtacha to'ldirib yubormanglar, maslahatim. O'rtacha bo'lar ekan. Nargisxon, keling endi musiqiy tanaffus qilamiz. Men xonandaning ism familiyasini aytaman, siz esa o'sha bastalagan qo'shiqlaringizni aytib berasiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Keling, Ozodbek Nazarbekovdan boshlaymiz. Ozodbek Nazarbekovda 19 ta she'rimni aytganlar, eng ko'p o'shalar. Eng hitini aytib beraman. Ko'ngling qulfin buzib ko'rsam, bo'ronlardek to'zib ko'rsam, so'ng umidim uzib ko'rsam, yig'larmisan, kutarmisan? Bo'ldimi? Bojalar guruhi. Ey dunyo, jonimni olging bormi? Ey dunyo, yo mendan ketishing bormi? Ozoda Nursaidova. Habibi, hayati, boshqachasan, boshqacha. Habibi, hayati, sev meni yuz yoshgacha. Ziyoda. Hayoling har tomonlarida, sani ko'ngling yomonlarida, ay bo'sha mehribonlarda, yonginangda yolg'izman. G'ayrat Usmonov. G'ayrat Usmonov bilan bitta duetimiz ham bor, duet aytganmiz. Kelmas, sevmasang, sevdim deb jonim netarding. Sevdim derding-u, sevsang, qayga ketarding? Bir ayol boshimga, bir ayol boshimga, bir ayol boshimga o'zing yetarding. Meni kimlarga ayt yolg'iz tashlab ketding. G'ayrat Usmonovning muxlislari bo'lganman men yoshlikdan. Rahmat. Bir daha söyle bak. Konuşuyordum. Öyle mi? Ama Yüdayım